Assalomu alaykum. Bizning kuzatuvchi do'stlar. Biogomistamizni yuborib boshladik, sotib yana. Mana katta partiyada hozir 30 tonnalikni yuboryapmiz. Bir ay bekitimizdagi biogomistani. Mana shuni xaltalab kuliga xaltalamiz sababi bu otza borgandan keyin ham qurimaydi, go'chini yo'qotmaydi, turadi. Mana shunda yana qop-qora bo'ladi biogomist. Vishi sorti. Yana o'z holiga keladi. Mana bozordagi gulchilarimiz emas, bu yerda pokopchilangan variantda chiqarib turibmiz. G'allarni kattaroq teplistalari, nelar fermerlar ham mana hozir ekib ko'rib turibdilar, katta otizlarda. Mana shunday xaltada yuborib turibmiz. Mana hozir mashinamizda 300 xalta sig'adi. Hali bu yerda boy yana.